Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda İbrahimning o'z vatani uchun martlarcha qurbon bo'lgan yerlarini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Mo'may eg'ir qadamlarini so'rab hosirg'an holda yetib keldi. U hasratli ko'zlarini ularga tikib so'radi. Qoq saharda nemish bo'ldi? Ah xudo, beshimizga yana kulpat solmag'in. Kelgulik nemishqa bizga keldigandu. Uningga hech kim javob bermadi. Bovay gazetni ko'tarib hujrasiga mangdi. U nihoyatda ittik ketib etib, zardi bilan takrorlaydi. To xudoyim, bu qandoq bo'lg'ini? Bu qandoq ish? Samiya singlisini qo'ltiqlab hujrasiga ilib mangdi. Acha singil o'zlarini zodila to'xtata olmadi. Ko'z yoshlari yepi uzilgan marjandek to'kilatdi. Opsining achchig'i keldi. Sizlar menga nemish bo'lganligini aytib bermamsizlar? Meni uyda yolg'iz tashlab qo'ymoqchi bo'lyotamsizlar ya? Naval texmi qattiq yig'lab ketdi. Sizga dadam deb berdi, dedi Samiya yig'lab turib. Opsi keyniga burildi. Nemish bo'lganligini bilishga oldirgan Mo'may og'riqlarini unutdi. U eriga yetishib olib so'radi. Dadisi, soda nima ish? Nima ish bo'pti? Menga aniq aytib bersiz-chu. Buvay ko'zoynagini ilib yaktikining peshi bilan yishini surtgan tarzda ko'zoynagini surtdi. Andin hayajonlangan holda dedi. İbrahim. U nima bo'pti? Buvayning ko'ngli buzilib, gapini tuzuk qila olmadi. U o'lib ketibdi. Mo'mayning yuragi pichoq tiqqandek azoblandi. U hasrat bilan maydisiga urib, yig'a bilan so'zlab ketdi. Voy obdan balam, o nim bo'lib o'lib ketgandu. Ular uni o'ldirib etibdi. Soqchilar o'ldirib etibdi, dedi buvay Safaga o'ltirib etib. Ular uni o'ldirib etibdi. Ular bir odamni xohlagancha o'ldirsa bo'lamdikan, deb so'radi nodon Mo'may. Buvay javob bermadi. Muhitchi, ular muhitni nim qilgandu, dedi Mo'may alaqsadi bo'lib. Buvay, nimandaq bo'lmug'ur xiyolni qiladigansan, deb ayibligandek Mo'mayga qarab qo'yib. Muhitning ishi boshqa gap. İbrahimninkiga o'xshamaydi, dedi. Umi turmidi-g'o. Ha, dedi buvay bizar bo'lgandek. İbrahimni o'ltirib etganlar Muhitni o'ltirib etdi. Ular Muhitni ata o'ltirib etdi. Ular o'g'limni o'ltirib etadigan bo'ldi. Voy balam, voy jinim balam. Mo'may buvayning yiniga Safaga yiqilib yig'ini qo'yib etdi. Uning simiz badini titrab ketdi. Buvay bu azoblarga chiday olmay cho'nqur xursinib. Opsi, İbrahim Angliya gazarmasini portiltibdikan. Soqchilar bilan bo'lgan jangda qurbon bo'pti. Muhit hech qanday jangga portiltishga qatnashmadi, dedi. Mo'mayning yoshlari quridi. Badinimi titrashdan to'xtadi. U birdam o'ylanib o'ltirib, uyini aytishdan ayminayotgandek duduqlab so'radi. Ular Muhitni İbrahim topimiz deb tutqan-g'o. Shundoq, dedi buvay Mo'mayning ko'ngildagini bilmoqchi bo'lgandek uningga qarab. Oxir tugabdi. Ular İbrahimni tepibdi. Bu nima deganing? Hayron bo'lib so'radi buvay. Shundoq, bildim. Ular İbrahim topgan turuqliq nimishqa Muhitni qo'yib bermaydi, dedi Mo'may eriga tik qarashga jur'at qila olmay. Buvay xotinining bu xiyollari uchun izo tortib ketgandek yuzini gizit bilan to'sib oldi. Ondin, "Tova degan xotin", dedi. "Agar Muhit İbrahimning o'limi badaliga turmadan chiqadigan ish bo'lsa, uning chiqmig'ini, umr bo'yi turmada yotqini tuzuk." Buvay ortiq gap qilmadi. Xuddi boshqa bir odamga aylanib qolgandek o'z gaplaridan hayron qoldi. Ammo uning so'zlari chin yuragidan chiqqan. Agar o'g'lining turmadan chiqishi İbrahimning hayoti bilan munosabatli bo'ladigan bo'lsa, u o'g'lini mangu turmada yotqizishga rozi edi.
Qiziq, o'g'lini qurbon qilishga uning ko'ngli unamdi. Buvay İbrahim'den ayrılış azabı, muhittin ayrılış azabıdan yenik bo'lmaydiganligini his qildi. Onuncha İbrahim faqatla o'zi yushirib qo'ygan vatanparvar yigit emas edi. İbrahimdek bir qahramonning yetilishi, qahramonlik ko'rsatganligi, vatanparvarlik harakati va xatarlik faoliyatlarda o'zining bir kishilik ajri bor edi. Shunga u hozir o'zining narsasini yo'qotgandek hissiyotda bo'ldi. Buvayning yig'ilg'usi, vaqirg'usi, kurash qilg'usi, inqilobiy qurbon uchun o'ch olg'usi keldi. Onun kishilarga İbrahim haqida so'zlab bergusi, uning vatanparvarlik harakatlarini, soqchilarning uni qanday qo'g'laganligini so'zlab bergusi, kishilarga "Qarindoshlar, sizlarning bir o'g'linglar sizlar uchun jinini qurbon qildi. O sizlarning ozodliginglar. Angliya alvostlarini qo'g'lab chiqarib, chirik hokimiyatni ag'dirib tashlab, sizlarning g'urur va obro'yinglarni asliga keltirish uchun o'ldi" degusi keldi. Ammo u bunda qilolmaydi, vaqirolmaydi, kurash qilolmaydi, qarshilik ko'rsatolmaydi. Shunga o'zi yolg'iz jimmita yosh oqquzdi. Ammo o'zini burunqidan qaysar bo'lib qolgandek his qildi. U nimishqa inqilobga qatnashmaydi? Amaliyotda u inqilobga qatnashdi. Shug'inisi uning inqilobdagi roli boshqalarga o'xshash bo'lmadi. Agar uningga vazifa yuklatsa, u sal orsolda bo'lishi mumkin. Ammo hargiz o'zini qochirmaydi. İnqilobga xoinlik qilmaydi. U İbrahim ishini chekkan kunidan boshlabla inqilobga qatnashdi. U o'zini 100 millionlagan xalq ichida turgandek, ahvoli boshqalarnikiga o'xshashdek tuyg'uda bo'ldi. Mana shu 100 millionlagan xalq keyni-keyndan inqilob qo'zg'adi. Qahramonlarni yetishtirib chiqardi. U shu xalq orasidan o'g'li Muhitni izladi. Muhitni ko'rdi. U temir rishadka orqasida turadi. Buvay o'g'liga qarab kulimsiradi. O'g'limi inqilobga qatnashib, qahramonlarni yetishtirish uchun o'z rolini joriy qildirmoqda. Buvay o'g'lining temir rishadka orqasida turganligini ko'rib kulimsiradi. Bu uning hayotidagi tunji qitimliq ish. Endi millionlagan xalq nima qiladi? İbrahim o'lgandan keyin xalq nima qilishi kerak? Ular umidsizlanmaydi, yosh oqquzmaydi, tiz pukmaydi. Ular harakatga kelib yana bir qahramonni chiqaradi. Ularning ko'zlaridan g'azab uchquni chechilmoqda. Ularning pichirlashlarimi g'azablik cho'qqonga aylanmoqda. Mamlakat miqyosida nurg'un voqealar yuz beradi. Har bir voqeadan bir qahramon chiqadi. Ana shu minglagan qahramonlar inqilobiy qurbonning irodasiga varislik qilib, inqilob qo'shinining oldingi qatorida mangadi. Mana bular bo'lishqa tegishli ishlar. Bu ishlar cho'qim bo'ladi. Biz o'ch ilishimiz, inqilob qilishimiz, qorong'u zulmatdan ozodlikqa chiqishimiz lozim. Muhitmi turmadan chiqadi. Buvay o'zini yashirib qolgandek his qildi. Vujudidagi qonlar o'rkashlab, jo'shqin, mardona inqilobga intiladigan yoshlik bahori asliga kelgandek bo'ldi. Uning chiroyi xuddi tasavvurdagi namoyishchilar qo'shini soqchilar tarafidan tarqitib etilgandek birdilla tutilib ketdi. Xotinining yig'isi uni cho'nqir xiyoldan uyg'otdi. U qo'lidagi gazetni qo'yib, amaliyotda u bir xatnimi o'qimagan edi. Xotiniga qarab mehribonlik bilan: "Tahiya, nima bo'ldi? Ovoz chiqarsak bo'lmaydi-jimi?" dedi. "Dadasi, men chidayolmayli qoldim. İbrahim ko'z oldimdan ketmayotidi. Muhitnimi uning yinda o'ltirganligini ko'rgandek bo'lyapman", dedi xotini yig'lab turib. "Undoq dema, Xudoyim saqla. Yaxshi tarafni o'yla. Ata Muhitga nima aparsaq bo'lar? Bu mening uni tunji qitim yo'qlab berishim. Shunga ozroq tort aparay yana." Xotini uning so'zini bilibdi. "Men qasam qilayotgan, o'g'lim turmidila bo'ladi ekan, bu uyga tort degan narsani yo'latmayman." "Xotin, biri tort yeyman degani yo'q", dedi buvay ochiqda kulib. "O'g'lingga ozroq narsa aparsaq, ko'ngli oz-to'la tasalli toparmikin, davotiman." Mo'may jim bo'lib unsiz yosh to'kdi. Buvaymi undimidi? U jo'shqin bo'lishni o'yladi-yu, unda qilolmadi. O'g'lidan andisha qilish uni ansizchilikka silib qo'ydi.
u o'g'lining omon eson qaytib kelishini, orzu armonlarining reallikqa aylanishini umid qildi. Buvay hujrasidan chiqib yuyinish uyiga mangdi. Qizlarining hujrasining oldidan o'tib ketib, ularning yig'layotganligini anglab ixtiyorsiz to'xtadi. Kirib oz-to'la tasalli berishni o'yladi-yu, lekin niyatidan yondi. Yuyinish uyiga kirib xuddi qo'g'lab yurgan raqiblariga do'q qilayotgandek eshikni jallaqqa yopdi. Naval karvatda dum yetib qor yomg'ir kabi yig'laydi. O'zini bo'g'volmoqchi bo'lgandek ikki tal o'rma chechini bo'yniga urib olgan edi. Yinila hadisi yig'layotdi. U Navalga tasalli bermoqchi bo'ldi. Ammo qarab beqib billa yig'lash Navalga tasalli bo'lganligini tushundi. Naval tuyuqsiz yig'idan to'xtadi-da, o'ngda yetib to'risqa tikildi. Ammo ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. Chiroyimi o'zgarib ketdi. Hadisi gangiragan holda singlisiga ichinish aralash muloyimlik bilan qarab o'ltirdi. Naval likda o'rnidan turdi-da, o'z-o'ziga so'zlayotgandek: "Men uning yiniga borman", dedi. "Kimning yiniga?" hayron bo'lib so'radi Samiya. "Ibrohimning yiniga. Bugun dushanba. U soat 11da men saqlamoqchi", dedi Naval. Samiyaning ichi serilib ketdi. "Naval, obdan singlim, unda qilma, o'zingni azoblama." Naval ilishib qolganda kuldi. Ondan hadisiga: "Men gazetdagi gap ishonmayman. İbrahimni hech kim o'ltirolmaydi. U ming'a tetiydi. Sen uning nega ketganligini bilamsan", dedi. Samiya singlisini quchoqlab ichingan holda so'radi: "Nega ketdi?" "Muhitni qutuldirg'ili ketdi. U menga shundoq degan. Buni men sendan yoshirgan edim. Men sana uqtirmay uning bilan ko'rishgili borgan. Dushanba, chorshanba, oxirgi qitimda u menga Muhitni turmadan qutuldirib olaman degan." İçi serilib ketgan Samiya yig'lavatgil tas qoldi. U bir amal qilish lozimligini his qilib, singlisini yenik silkib ko'nglini yasidi. "Naval, undaq dema. Bo'lg'uliq bo'ldi. O'zingni pisib ol. Ko'nglingni keng tut. Meni qo'yivat. Ko'ngligimni almashtirib olay. Bo'lmasa kechikib qolaman", dedi Naval hadisning quchog'idan yulqinib. U karvatdan tushdi-da, keyin ishkopini ochdi. "Naval, set bo'ludi. O'zimizning dardi ozmi? Sen dadamga ish tepib beray demsan. Meni dadammi to'siy olmaydi. Meni kim to'sib oladi ekan, derizdan o'zimni tashlayman", dedi Naval o'zini besib ololmay. "Naval, meni saron qilib qo'ymag'in yana." Naval miyig'ida kulib hadisning so'zini bilib-etdi. "Gapimga ishonmayotsan, ha? Bo'pti, qarab tur." Naval bo'ynidagi qutichoqni ichib, ichidan İbrahim yozgan bog'oqchini oldi. Ko'zlari g'oyibona chaqnab ketdi. "Mana qara, bu İbrahim bizning uydan ketadiganda men bilan billa yozgan oyat. Ko'rdingmi?" Samiya gangiragan va ichingan holda uningga qarab qoldi. Naval bog'oqchini qatlab qutuq soldi. Ko'z yeshi boshqidan yepi uzilgan marjandek to'kilishga boshladi. U ishkopga yulangan beti o'ltirib beshini changallab yig'lab ketdi. Naval nama'lum qudratlik bir kuchning o'zini hamma gapni aytib etishga majbur qilganligini biladi. Buning nerva buzilishining ifodasi ekanligini ostola pamladi. Uning ko'nglida ikki xil fikr bir-biri bilan elishyotdi. Biri İbrahimni o'ldi. Endi sening shirin xiyollaring barbod bo'ldi desa, yana biri yo'q, İbrahim o'lmadi, u tirik. U seni fani maydonda Anus doktorxonasining yinida saqlayotdi, deydi. Bu ikki xil fikr bir-birini yengolmayotdi. Achchiq yosh Navalning nervisini sagaklashtirgandek bo'ldi. Nadamat o'tida puchilangan qiz oxir hadisiga murojaat qildi. "Hada, men sirtqa chiqib kiray. İbrahim o'lib ketdi, ammo uning nega ko'milganligini bilmayman. Keyin uni qandoq yo'qlab boraman. Biz kelishib qo'ygan yerga berib ahvolni o'qib kelay." Samiya singlisining tinishib qolganligini ko'rib xotirjam bo'ldi. Ondan singlisiga chaplashib o'ltirib, ovozi bilan uning ko'nglidagi hasratni yo'qotmoqchi bo'lgandek unlik so'zildi. "Men seni bu holda yolg'iz chiqarmayman." "Undaq bo'lsa men bilan birga borg'in", dedi Naval cho'nqur xo'rsinib. "Biroq biz qandoq chiqib ketamiz? Uydagilarga nima deymiz?"
dedi Samiye sel jim turgandan keyin. Bilmedim. Pek charchab ketdim Samiye. O'zing bir narsa degin, dedi Naval perişan holda. Dadam chiqib ketsa yaxshi bo'ladi, dedi Samiye cho'ng bir vazifani ustiga olgandek qo'shimalarini turib. Naval undimidi. Samiye amal tepish uchun bosh qattirdi. Birdan Naval o'ziga gap qilayotgandek so'zlab ketdi. Onunsiz yaşalmaydigandek turman. Men onu depla yaşayotgan edim. Onun yoluğu telmürüp, küllerini sanap ötküzetdim. Bana onundan çatak çıkmaydigandekla duyulatdı. Kim bilsin? Köңlüm meni aldap koydu. Bunundan keyin men kim üçün yaşayman? Naval xuddi jo'ylayotgandek so'zlaydi. Tinch, ovoz chiqarma. Dadam ishkapning eshigini ichiyotudu. Samiye öyden chiqib dadisining hujrasiga kirdi. Dadisi ata o'g'liga opirish uchun tort, so'g'i salom va kiyim-kechak setib olishga sirtqa chiqmoqchi bo'lib kiyinayotdi. Samiye dadisi chiqib ketguncha qarab turdi. Ondan xotirjam hujrasiga qaytib kirdi. Tavakkul qilish orzusi uningga hasratni vaqtincha unutildirdi. Ish bitdi, dadam pastga tushib ketdi. Endi opamga nima desak bo'la? dedi Samiye. U barmoqini cheksiga qo'yib, kulkulik holatda bir pas o'tirdi. Topdim, dedi u birdilla. Opamga soqchi Navra akisi biror xabar akeldimi qandoq deb so'rg'ili lofayilarnikiga boramiz, deymiz. U muhit bilan Abdul Hamdidan biror xabar bo'lsa sizlarga yetkazman degan-ku. Apsi o'ng'ayli ma'qul bo'ldi. Chunki qizlarning muhit bilan Abdul Hamdining xabarini bilgili bordiganligi cho'ng asos edi. Ocha singil avtobusga chiqdi. Samiya xuddi hamma odam uning ko'ngildagini bilib olib, uni ayblayotgandek izo tortib hadab atrofga qaraydi. Naval perishon edi. Uning ko'ziga ko'chadagi odamlar yoki ko'cha emas, faqat Ibrohimla ko'rinadi. İbrahim Naval onunğa tunji qitim ishik ichib bergan chog'dagi kiyimi bilan edi. Ko'zlari chaqnab turadi. U ashu ko'zlarining sehri kuchi bilan Navalning qalb darizasini ochgan edi. Ana İbrahim dadisi bergan uzun oq yaktak bilan turdi. Ana bir pasda u oiladan ketadigan chog'dagi ofitser kiyimi bilan ko'rindi. Mana u shota bilan balxonaga chiqyotdi. Navalga kulimsirmoqda. Uning tabassumi ashundoq bilinmez. Uyatcan. Naval onun qaqaqlab kulganligini ko'rib baxmagan. Naval İbrahimning ko'zlarini ko'rgandek bo'ldi. U bu oilada turgan chaqlarda Navaldan ko'zini qochiradi. Keyingi chaqlarda Navalga tik qaraydigan bo'lgan va muhabbatini ko'zlari bilan izhor qilgan. Navalga İbrahimning xuddi dushmanga sanchiladigan nayzadek uchuqliq burni ko'rindi. Naval İbrahimning burnini aslab ixtiyorsiz kulibdi. U qancha oqshom İbrahimning burnini ko'z oldiga keltirib ixtiyorsiz kulvatgan edi. Tova, shu burni bilan İbrahim yana ajab chiroyli ko'rindi, ha? Navalga xayollari reallikqa aylangandek, İbrahim uning yonida turgandek, Naval uning nafaslarini, hatto yuragining so'qishini anglagandek bo'ldi. Uni silab qo'yg'isi keldi. Navalning İbrahimning o'lganligiga faqatda ishongusi kelmaydi. Acı singil avtobusdan tushdi. Samiya atrofga qarab beshini chayqadi. Kishilarning o'zlariga bo'lgan gumonlarini yo'q qilmoqchi bo'lgandek, asta mingib singlisining keynida qoldi. Keyin ittik mingib yetishib oldi. Naval perishon xiyolga patgan. U uchrashadigan yerga yaqinlashgan seri o'zini nihoyat tunish bir oilaga ketayotgandek his qiladi. U oilaning ishiga julalanib turgan nurlardan yasalgan edi. Bu İbrahim bilan ikkisining uyi edi. U o'zini bu oilada uzun yashagandek sezatdi. U har kuni atiganda İbrahimni uzitib qo'yadi. Kechda İbrahim ishdan yonganda oldiga chiqadi. U İbrahimga qaytadigan vaqtini soat 2:30 deb belgilab bergan edi. Dadisi odatda soat 2da ishdan qaytadi. İbrahim dadisi qaraganda aldirash bo'lg'achqa yarim soat keyin keladi. Naval İbrahimning chapinini silib, uzun yaktak kiyginiga qarab turdi. İbrahim kechilik kiyimini kiymaydi. Naval İbrahimning uzun yaktak kiyishini yaxshi ko'radi. U İbrahim bilan o'zi har xil taomlarni tayyorlab qo'ygan tomoq ustili oldiga keldi. İbrahimning nima tomoqqa amroqligini yaxshi biladi. Masalan, yog'da pishirib muzlatilgan pitigan,
Tamaq yevitip İbrahimning xiyoli boshqa yerga ketadi. Naval etgan mazalik taomlarni maqtab qo'yishni unutib qoladi. İbrahim doim degudek shunda xiyolg'ilab ketib qoladi. Hatto tushlik tamoqdan keyin ular balkonda dam ilib o'tirgan chog'da Navalga bo'ldi, gazir chaqmag'in deyishni unutib qoladi. Naval gazir chaqsa İbrahimning yoqtirmaydiganligini biladi. Shundaqdimi qasdan uning achchig'ini keltirib, diqqatini o'ziga tortish uchun shundaq qiladi. Ammo İbrahim buningga parvo qilmaydi. Uning doim degudek ko'ngli bir joyda bo'lmaydi. Aldirabda yuradi. Naval shundaq bir aldirash odamni, zimmasiga vatanning og'ir yukini olgan odamni yaxshi ko'rib qolgan edi. Yana xili mangamduq? Hadisining gapi Navalni esiga keltirdi. U xuddi hadisiga gapini tushunmagandek qarab qo'ydi-yu, javob bermadi. Bir necha qadam mangandan keyin Somiya yana so'radi. Biz biror odam bilan ko'rishmamduq? Naval hadisiga qarab aralla, İbrahim dedi. Somiya singlisini yana gangirtib qo'ymay deb gap qilmadi. Ular Fadi maydoniga yaqinlashdi. Naval xuddi bino palampiga chiqayotgandek qadamlarini ostilatdi. U xiyolidagi o'z uyining palampiga chiqayotdi. U doktorxonaning timi yinida to'xtadi. Naval o'zini İbrahimni yo'qlab kelgandek his qildi. Ko'z yoshlari mag'zini bo'ylab oqdi. Naval yishini surtmadi. Naval Xudoyimdan muhabbatiga yor yo'lak bo'lishini tilab oyat o'qimoqchi bo'ldi. Ammo kalasida oyatlar bir-biriga oralashib ketdi. Beshini o'qisa oxirini unutib qoladi. Navalning kalasi garang edi. Shundaqla u esini yo'qotgandek darajadami emas edi. Turupla İbrahimni o'lib ketdi deydi. Turupla yana uni tirikdek his qiladi. Birda uni qabrida yotdi deb tasavvur qiladi. Orqadala o'z uyida ko'rgandek bo'ladi. Navalning biliki, bishi, maydisi, putlari, mingisi go'yo qiyma-chiyma qilinayotgandek o'tda kuyayotgan. Naval qo'l yog'liqni ilib ko'z yoshlarini surtmoqchi bo'ldi-yu, to'xtab qoldi. Chunki uduldan bir saqchi kelyotdi. Xuddi azaldan ko'rib boqmagan dahshatli narsani ko'rgandek Navalning ko'zlarida vahima aks etdi. U saqchining qo'lidagi miltiqqa tikildi. U ilgari miltiqqa bunchalik sapsilib qarmagan. Saqchilarning miltiq deydigan narsasini ko'tarib yurganligini ko'rgan bo'lsa-mu, uni kichik bolalarning o'yinchig'idek narsa, saqchilar uni faqat o'zlarini haybatli ko'rsatish uchun ko'tarib olgan deb o'ylagan edi. U miltiqqa hech qachon hozirgidek tikilib qarmag'achqa, miltiqning zaharlik yilonning og'zidek og'zini, chayonning quyruqidek tepkisini ko'rib boqmagan edi. Miltiq hargizmi o'yinchiq emas. Hayvesini ko'rsatish uchun ko'rinishga ko'tarib olgan narsa emas, balki odam o'ldirgan qurol ekan. Mana İbrahimni mushundaq miltiqda o'ldirib etgan. Saqchilar nimishqa miltiq ilib yuradigandu? Ular miltiqi bilan qahramonlarni o'ldirdi. İnqilobni bo'g'idi, muhabbatni yo'qotdi. Angliya alvostlarini, vatan xoinlarini qo'g'daydi. Podsho oqsuvoqlarni, İbrahimning dushmanlarini saqlaydi. Naval miltiqni ko'rib saqchiga qarabmi qo'ymasdan muzlab ketgan qo'llari bilan hadisning bilikiga ching esilib oldi. Somiya gapmi so'ramay, hayronmi bo'lmay, singlisining royiga biqib mangdi. Uning ko'ngli alam va ansizlikdan tinchsizlanadi. Acha singil uyiga qaytadigan avtobus bekitiga qarab mangdi. Qattiq qo'rqib ketgan Naval har bir qadamida atrofidagi miltiq tutgan saqchilarni sanaydi. 1, 2, 3, 10. Saqchilar va ularning qo'lidagi miltiq ko'p edi. Bu miltiqlar İbrahimga, o'ziga, barliq qahramonlarga qartilgan edi. Naval qo'rqinch aralash g'azab ilkida edi. Uning saqchilarga esilg'usi, qo'llaridagi miltiqlarini tortib olib, ularni odam o'ldirmaydigan, İbrahimni o'ldirmaydigan qilib qo'yg'usi keladi. U o'zining miltiq tortib olganligini tasavvur qildi. Uningga bu ish nihoyatda osondek, miltiqni tortib olib qochsila bo'ldigandek bilinadi. U avtobusga chiqqandan keyin derazadan sirtqa qarab yana ko'chadagi saqchilarni, ularning qo'ldagi miltiqlarni sanab, o'zining miltiq tortib oldiganligini ko'z oldiga keltirdi. Uyga kelgandan keyin u o'zini karvatga tashlab yana yig'ini boshladi. Somiyami uningga qo'shilib yig'ladi. Ular İbrahim uchun, aksi uchun yig'laydi. Somiya Abdulhamdini xiyol qilib texmi qattiq yig'lab ketdi. Bir oila odamlari ana shundoq parakandchilik ichida yana bir kechini o'tkazdi.
Həmməylə qaygı həsrətini içi yutqan. Ular həsrətlərini ifadələşkə, köz yaşlarını körсетишкə, İbrahimға matem tutup uçuq aşkara xətmi Qur'an qilishqa cürət qılalmay, xalqlarning oldida go'yo İbrahimni tunimaydigandek, uni ko'rib baxmagandek qiyofətdə yurishga majbur edi. Ertesi etigen saat 5'te bovay heyit namızga bardı. Qaytib kelip türmedeki oğlunu yoxlaş üçün nərsi kereklerini yığıştırdı. Əməliyyatda o nərsi kereklerini akşamda təxlab qoyğan. Neç qitim qarab çıqqa idi. Momay karvatda oturğan peti qımırlap qoydu. Gepimge qulaq salsıla dadısı. Keyinki qitim meni aparsıla. Oğlumni ko'zim bilan ko'rib kelay. Əmdi taqat qılalmayman. Çidig'uchiligim qolmadi. Onu bir ko'rmasam bo'lmaydi. Bu ish asirida tursin. Bo'lmasa mening tugashkinim shu. Xudoyim saqla. U vaqtgacha balımı kelib qala, dedi buvay bilinmas kulimsirab. Bundaq gapni qilmasila. Bundaq gapga men endi ishonmayman. Meni gollayman deb o'ylamasila, deb vaqirib ketdi Momay. Xotun, xafa bo'lmag'in. Bugun hech, dedi buvay eg'ir bisiqlik bilan. Bundaqmi hech bo'lamdi? Bu hech emas. O'g'limni qamab qo'ygan haromzadlar hech qilyotidi. Xudoyim o'zing guvoh. Ularni falokat bosqay. Ularga yaxshi kun ato qilmag'aysan. Ro'ziniga to'liq tutib edim. Yanala o'g'limni ketdi Xudoyim. Senmi ularning bolalarini aketkaysan. Ular yuragimni pora qilyapti. Senmi ularnikini pora qilyapkaysan. O muttahamlarning hammani tutib ketkaysan ilohim. Ular ujuqsa balki tinchlanib qolarmiz. O'tim tishib ketyotidi. Birer amal topolgan bo'lsak, men erkishi bo'lib qolgan bo'lsam, o munofiqlarni nimalar qilyaptim ha? Buvay gap qilmay jim turdi. Momay birdam turib etib yana so'zildi. Onunğa popaykini silib etishni aytib qo'yishni unutib qolmasila. O issiqda jinim balam popayka kiyib yurib qancha qiynalgandu ha. Buvay yanala apırdigan narsalarni yig'ishtirmoqchi bo'ladi, ammo yig'ishtirgudek narsa yo'q edi. Esimda, dedi u javoban. Uning kir kiyimlarini olg'ash kelsizlar. Bo'ludi. Apırdigan narsalarni unutib qolmasizlar. To'xolni oldimi? Oldim, dedi buvay itoatmanlik bilan. Samiya yangyoni pishirib bo'lsa, unimi ilib olsizlar. Ma'qul. Momayning gaplari tugab, buvay ishdan chiqqanda soat 9 bo'lgan edi. Navval dadisini uzitib ishikcha chiqdi. Ondan ularga aytib qo'ysizlar. Ular pat arada chiqidi. Buni men bilaman, dedi yig'lamsirab. Muhitga bir ko'ngil tikib qo'yganligimni aytishni unutib qolmasizlar, deb qo'shimcha qildi Samiya sal turib elib. Abdulhamdagimi birni tikdim. Bu gaplar buvayning quloqiga kirmadi. Chunki u ma'qul deb qo'ygani bilan qizlarining gapiga zodila diqqat qilmagan edi. Buvay Muhit bilan Abdulhamdiga opirdigan narsalarni ko'targan biti ittik uydan chiqdi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga aman.